Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana 6 plyusimizga 4 ta 130 talik, 4 ta 110, 8 ta 90 talik qo'yib, tablolarga chishlardan qilib hammasini bekam-ko'z qilib berdi. Komandirovshni, birsi bir uradigan tegachini, sporlar, kraskalari, ramelargacha sepib, chiroyli qilib hammasini chiroyli qilib berdi. Xudo xolisa egalar xursandlar. Boshliq qanaqa ishdan qo'yningiz chiqdimi? Rahmat. Rozi bo'ling bergan pulingizga. Bu xizmat bo'lsa aytaverasiz. Yaxshilikda kurshali boshliq. Yon ko'rinishlari hech qanaqa kirlodan chiqib ketmagan, o'ta ixcham o'ynaydi. Shuna qaragan bemalol ikkala tomon ko'rinadi. Hatto mana stoplar ham ichkarida, ikkala tomonniki ham. Shuna qaragan ikkala tomon stoplargacha ichkarida. Mana tevadan ko'rinishlar yaraqlab turadi tevadan ham. Kimga xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa mana shunday qilib beramiz. Mana ilmlarni ichiga yuklab oldilar, o'zlari bir o'rnatib olaman deydilar. Xudo xolasa chiroyli qilib beringlar.